Tovuqlar nech puldan ekan? Tovuqlar egasi bormi? Men Nech puldan ekan? 200 ham bor bular. Biroma, nima edi? Biroma. O'cha, dakanlar misol. Dakanlar 150 ham bor. G'ozlar nech pul deyapsiz? Hozir 300 ham bor. 300 ham bor, ha? Ha. Bular ham sizdami? O'rdak. Sizlarga o'rdak narxi nech pul? 80 deyapman, kelish. Sizlargacha? 150 ham bor. To'yga tovuqlaringizchi? 80 mingdan. Tug'adimi? Ha, shum bor. Nomer aytasizmi? YouTube'ga video ketyapti. YouTube'ga video ketyapti, nomer aytasizmi? 97lik, 93lik. 93lik. 724 724 84 84 68 ha. Bitta undik yo'q ekanda sizda. Endi ham bor ekan. Ha, bo'lma. Ha. Bular tuxum kirganmi? Ha. Nech bular? 250 dan bular. Makiyani, erkagichi. Ikkalasi farqi yo'q ekan. Farqi yo'qmi? Notor betdan kiribman-da, u betdan kirishim kerak. Ha. Aka, bu vaqt tovuqlar nech puldan? 60 dan uka. 60 dan? Ha, bu xo'razchi? Xo'roz ham 120 kami bor. 120 ya? Bu nima vajikchalarmi? Bularmi? Ha. Nech puldan bular? 90. 90 dan ha? Undik ham sizdanmi? Undik ham bizdan. Nech pul va erkak undik? 400 deyapman. 400 kam bor ha? Bor. Nomer aytasizmi? YouTube'ga video ketyapti. Ha, aytaymi? 93lik. 93lik. 480 480 18 18 69. 69. Bular ham sizdanmi? Bular ham mendan. Nech puldan bu to'yitgan tovuq? Tovuqlar 100 dan, xo'roz ham 100 dan. Tuvadimi? Tuxumi ham hozir turibdi. Ha. Bu makan nech pul? Lekin 300 kami bor. Ha, mayli aka, bozorni. Bu buroma xo'rozlar kimdan ekan? Sizdanmi? Nech puldan deyapsiz? 200 mingdan? Ha, mana bitta tovuq ham bor. Tovuq ham? Xo'jat tovuq. Bular xo'razda bari? Makani yo'g'i? Xo'roz nech pul ekan? Xo'rozlar zo'r. Tovuq. Tovuq uchun. Vajikchalar nech pul deyapsiz? 150. Vajikchalar 100 ming, 100 mingdan. 100 ming tuxumi bor. Xumi bor? Bor 200 mingdan. Ekanlar 200 mingdan. Tuxumi bor. Xumi bor? Xumi kirgani? Xo'rozlar 130 ham bor. Bu qizil xo'rozlar 130 ha. Nomer Nomerlar bor ela 300 ming kam bor. Tuxumda eko yo'q. Tuxumini ham ko'rsat, tuxumini ham. xumi kirgani? Tuxumi ham turibdi. Ular ham. Tuxumi ham turibdi. Bo'ldi. Nomer qoldirasizmi? 93lik 93lik 233 233 27 27 02. 02. Shu xohlagan nima undik, o'rdak farqi yo'q. G'oz ham sovib beraverasiz. Hammasi bor. Aha. Manzil qayda o'zi uyingizdan olaverasiz? Yangiobodda. Bo'ldi. Bo'ldi, bozoringiz bo'lsin. Mayda jo'jalar nech pul deyapsiz bu? 50 mingdan. Bu tovuqlar tuxumga kirganmi xola? Xo'rozmi? Xo'roz nech pul deyapsiz? 250 deyapsiz? YouTube'ga-da, YouTube'ga. Ha. Bu qanaqa zotli tovuq ekan bular? Bular gollandskiy. Gollandskiy. Tuxumga kirganmi bu? Yeni kiryapti, ha? Nech puldan ekan bular? 110 dan. Bu tuxumini olishdagi bu. Tuxumini olishda boshqacha anaqa zotlari ham, rangi ham. Bu mana go'shi ham o'zi ham qora zotdan emasmi, shundanmi? Shunday. Go'shi ham qora bo'ladi, buni. Qora go'shi ham qora, o'zi ham qora, tuxumi ham bor. Ha, svet tuxum bo'ladi. Shunday Gollandiyadan kelganda bu. Hali arzon aytyapti. Nomer ayting, nomer. Nomer aytasizmi? Nomer yo'q. Nomer yo'qmi? Topolmayman. Erkak undikchi? Erkak endi, bu qimmat. Aytingchi, narxini bilib o'tkidak. Narxini bilib o'tkidak. 450. 450 ga. Bu nomer qoldirish kerak-da, bu shuncha video oldik. So'rovchilar bo'lsa. Shunday yasagani, tezroq. Mayli. Nech puldan ekan bu? Xo'rozmi aka bu? Oq xo'rozmi? Tovuqi ham. Nech puldan? 120 dan. Nomer qoldiribsizmi? Vajikchalar nech puldan aka? Aka 100 deyapman, 70, 80 ham so'rayapti. Ha, ana tuxumga yeni kiryapti, aka, kirdimi? Tuxumga kirgan o'zi, hammasi qo'l qo'yib. Ha. Dehqonchilikga nomer qoldirmaysizmi? Mayli aka, bozorda aytaylik. Endi jo'jalarni suhbat bilan anchadan beri video olmadi. Oxirat nech pul deyapsiz? Bu ham xo'razmi? Mana tovuq. To'g'lar nech pul deyapsiz, opa?
84. Rajishchalarmi? Xo'roz nech pul deyapsiz aka? Endi video. YouTube'da, YouTube'ga. Xo'roz nech pul ekan? 200. Ha, endi video deganda bo'layotgan aytish kerak-da. Bu rajishchalar nech puldan ekan? Tuman kirganmi? Ha, tuxum yo'q. Tuxum yo'q-ya? Ha. Nech puldan bu? Bugan 90 100. 90-100 dan, ha? Xo'rozlarchi? Xorozlari 100. 100 dan, ha? Umr qoldirmaymizmi? Yujalar nech pul bo'lyapti? Bola? 6000. Bu qanaqa zot? Zoti. Nech kunlik jo'ja? Zotini ayting, zotini. Va usti qizil bo'layotgan xo'rozdanmi? Yo, mana karatesdanmi bu kaltagina? Katta bo'lib turibdi, qizil bular, oq xo'rozi. Nech pul dedingiz? 6000 kelishtirib beraman. 6000 deyapsiz, ha? Kami bor. 5000 dan berasiz. Nomer aytasizmi, xola? Nomer aytasizmi? Ko'pmi sizda? Ya faqat shuma. Bozorim nima dedi? Nomer qol. Ha, nomer qoldirmaysizmi? Katta bo'lganda. Bekram aka video olyapman-da, nomer qoldirmaysizmi? Kimdir qiziqayotgan bo'lsa telefon qilib so'raydi-da, o'yingizdan oladi. Nima bu to'g'lar? Nech puldan? YouTube'ga. Xo'rozlar nech puldan ekan? 100 mingdan. Xo'roz nech pul deyapsiz? 150. Qizil xo'rozlar qimmat. O'zim bo'laveramiz. Xo'rozlar nech puldan ekan, xola? 100 dan. Joylarga kirgizib vaqtda. Xo'roz nech pul deyapsiz aka? 130 dan. Undikchi? Erkak undik. Nomer qoldirmaysizmi? Jo'jalarimiz ko'p chiqdi. Bu beta jo'jalar olaydi. Bu nima zotli jo'ja ekan bu? Bo'yagi ustida qora qizili bor, xo'roz tovuqlar bor shunday. Ha, katta bo'lib qizil bo'layotgan, ha? Nech puldan? 6000 dan. 6000 dan, ha? Bug'doy yeb yotibdi, aylanay. Ko'ppa sizdan shunaqa sotasizmi? Ha? Shunaqa sotasizmi? Ko'ppa sizdan? Ha, mana. Nomer qoldirasizmi, xola? Nima? Nomer qoldirasizmi? Nimaga? Telefon qilibdi. Videoda. Nech pul deyapsiz erkak kunlikda? 280. Bozor nech pul so'rayapti, ota? Bozormi? Bozor 250, 280. So'rayapti, ha, mana shu katta erkak kunlikda. Voz tuxummi bu? Nech pul deyapsiz voz tuxumni? Hali bilmasa. Nech pul deyapsiz, xola? 30 deyapti. 30 mingdan, ha? 30 mingdan. Nomer qoldirasizmi, xola? Ha, qoldiramiz. Ayting. 99. 99lik 740. 740. 26. Bostiraman deganing ham xo'roz bor-a, olsa bo'ladi. Ha, o'zi xo'roz bostirsin deb men ular shu turib Ha, mayli, bozorlarda. Bu qanaqa zotli jo'jalarimiz bor, opa? Sizdanmi bu? Zoti nima bu jo'jani zoti? Kim qo'yayotgan zotlar? Nomini bilasizmi? Nomini bilasizmi? ochib qo'yamiz. Nech puldan bu? 3000 dan, 4000 dan. 3000 dan 4000 dan? Bu nech pul? 4000, ha? Bunisi 3000 dan, ha? Keng aka bizga beray. Nomer qoldirmaysizmi? Yo'q, nomer kerak emas. Ha. Nech pul deyapsiz? 5000 4000 dan 5000 4000 dan, ha? Nomer qoldirasizmi? Ha? Nomer qoldirasizmi? Yo'q. Voy, bu katta bo'lib turib, qizil bo'layotgan xo'rozlarda. Ha, girman. To'q nech pul deyapsiz, ota? Xuma kirganmi? Qamoqda agrat ishlayapti. 5000 deyapti, 4000. Xuma kirgan, ha? Ha? Dehqondan 100 ming deyapti. To'ytgan to'g'lar 80 dan 100 gacha bo'lyapti. Jo'ja bor ekan. Jo'jalar nech puldan deyapsiz? Qanaqa jo'jalar bular? 3000 dan. Bu qanaqa jo'jami? Nimasi? 20 Nima? Kattarsa qancha bo'ladi bu? Yo'q, o'zimiz xo'rozda katta bo'ladi. Katta bo'ladi. Brollerchi. Brollilar kami 5 kilo qiladi. Nech pul deyapsiz ya jo'jani? 23 ming necha kunlik bu? Jo'ja. 13 kunlik. Siz qayerdansiz aka? Boburdan. Ha.
Men Boyjonman kelinisizmi? Ha. To'q yartiramikan? Ha. Umid har xil jo'ja sotasan yanga? Ha. Umid qoldirasizmi yanga? Akasiga yozib qo'y, akasiga bor. Ha, ayting. Yo'qqa bilmaysizmi? Ayting nimani? O'zi shu bir uylaringizga borma, video qilmoqchim, shu ammamniki video qilib beray deb. Shu necha bo'larga bir kunlik? 99lik 887 35 34. Shu qanaqa birovlar bunaqa jo'ja, yana xonaki jo'ja, shu jo'jalar kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqa chiqarsin. Mayli, bozorlaringiz bersin. Xo'razlar nech bilan aka? Mana 50 beraman. Mana ular tovuq. To'g'lar nech bilan? Nech bilan bor? 70 lira. Xo'raz nech bilan? 150. 150. Qizil xo'razlar qimmat. To'g'lar nech bilan aka? 85 beraman. 85. Xuma kirganmi? Xuma ham bor. To'xtab, aylantirib yoqda. Ana u Vaqtmay qolsa, Nomer qoldiramizmi aka? Nech puldan u boshlanadi? Xo'razlaringiz, tovuqlaringiz. 80dan hammasi. Hammasi 80 dan. Nomer qoldirasizmi? Video YouTube'ga ketyapti. Reklama. Telefonim yo'qsa telefon ishlatmayman. Telefon yo'qmi? Bo'cha bu tovuqlar kimdan? qanangaylar? Bizniki. Nech pul bu? Xuma kirganmi tovuqlar? 100 mingdan, xo'razchi? Xo'roz 120. 120. Bu dakanlarchi dakan? Dakanlar 200 ming. 200 mingdan. Nomer qoldirasizmi? Ya, nomer qoldirdim. 25 dan. Bu nimaniki? G'oznikimi? Hozniki, ha. Nech puldan? 25. Nomer qoldirasizmi? Nomer qoldirasizmi nomer? Ha, qoldir. Kerak bo'lgan so'rayda telefon ayting. 93lik. 93lik 246 346 31 31 75. 75 bosib xuma aloqa chiqasin. Nimasi bor, xo'razi bostirsa bo'ladi. Ha, bo'ldi, bozoringiz berdi. Yuzdanmi xo'razlar? Yuzdan bering. Tovuq nech bilyapsiz? 100 ming ha, xuma kirgan ha? Jo'jalar ko'p tushdi. Jo'jalar nech puldan ekan, opa? 6 mingdan. Qanaqa zot bu? Mana oq bo'lib turibsiz, bir ikkita qizil bo'layotgan mana xo'razdanmi? Ya karatesdanmi? Qo'y kaltachadan? Ha. Ya bo'y kalta karates xo'razcha emasmi? Ha. Nech pul dedingiz? Numaraga qo'y, Nomer qoldirmaysizmi? chiqarib beramiz. Bu jo'jalar nech pul deyapsiz? Jo'jalar 6 mingdan. Nomer qoldirasizmi? Kerak emas, nomer. Yirga kunlik nech pul deyapsiz? 250 ming. Ha, berdi sal kattaroq ekan jo'jalar. Ha, biz to'q ham olib qo'ying. Nech pullar ekan bu jo'jalar? 10 deyapman. Ha, bular kattaroq ekan. Bu nima deydi? Baylab qo'ysiz-ku. Ha, maynada kattaroq o'qiyapti bular. Pishak olmaydi-da, pishak. Pishak alashasha olmaydi, katta o'qiyapti. 10 deyapsiz-ku? Emlangan, Sog'lom emlangan ha? Ko'ppa adresingizni aytib beraman, boradi uyingizga. Ko'pmi? Ko'p bo'lsa telefon nomeri qoldiring. Ha, ayting. Ne bilmaysan, xola. Aytvaringlar, onlayn sotiladi. Ha, mana onasini, singlisinikini qo'yib yuboring. Ayt nomer. Telefon nomerini aytvaring mana shu jo'jalarga. Telefon nomerini qo'y, mana u kelin telefon qiladi. Mana yalang'och. Ha, u ham bilmaydi. Hozir dehqonlar nomerini ham bilmaydi. Ha. Ana qaydan bilaman nomeringni. Bu Bo'lmasa menikini qo'ying. faqat shu jo'jadimi yoki har xil jo'jalar bormi? Mana shuna buluri jo'ja bu. Semiz 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo qilaydigan. Yo, birillar emas-ku buni zot. Boyagi lapangi. Tilimsiz ovqat yeydi. Go'shtdor. Hozir 1 oylik bo'ldi. Ya bu broiler emas, broiler 40 kunda tayyor bo'ladi-da. Shu broiler mana. Brollarda bu gibrid Ha, gibrid. chisti emas bu. Ha, shu Damashliga chatishgan. Ha. Uyda ham yuraveradi. U siz aytayotgan 40 kunda tayyorlab jo'natib yuboradi. Ha, shunday. Ha bu yuraveradi yillab ham. Nomer topmamak, shu topilmami? Menikini yozing 194lik 94lik 189 189 47 41. 47 41 ha? Nechta ona bor bundan? 500 ta jo'ja bor ekan mana shu jo'jada. Katta-katta o'qon.
Mayli sog'. Bu tovuqlar nech pul deyapsiz? Ha? 110 dan tuxumga kirganmi? Xo'rozchi? Mavla nech puldan aka? Xo'roz. Nomer qoldirmaysizmi? 140 ga. Mana shu ekan. Dakanlar nech pul deyapsiz aka? 200 mingdan deyapti. 200 mingdan a? Tuxumga kirganmi? Ha. Nomer qoldirasizmi? Yo'q. Quyon nech pul ekan quyon? 70 ming. Urg'ochimi? Erkagimi? Ayolimi? Bo'g'ozmasmi? Quyonlar kam tushibmi bugun? Bu quyon nech pul ekan? 100 ming. Erkak quyonmi? Ayol. Bo'g'oz a? Nega quyon kam tushgan? Nech puldan ekan bu quyonlar aka? 70. Bunisi 100 deyapsiz. Qanaqa bu? Erkak quyonmi, urg'och? Ayol. Urg'ochi? Bo'g'ozmasa? Yo'q. Nomer qoldirmaysizlarmi? YouTube'ga nomer qoldirmaysizlarmi? Bu katta bu qotika bolalar, ha? Nech pul ekan bu? 35 mingdan, ha? Bularchi bular nech pullar? Katta bo'g'ozi 150, bular 80. 80 dan, ha? Nomer qoldiramizmi aka? Yo'q. Chiroyli katta qo'ying. Ha, zo'r chiroyli qo'yinchalar ekan. Mana. 35 ming. Oh. Chiroyli. Samarqand biznes olamiz. 100 ming mana bo'g'iz qo'yamiz, u qanday 100 ming? Nech pullar ekan? Kimda bu? Nima zot bu? Yo'q. Bular nech pul deyapsiz buni? Bir erkak ikki erkak ha? 150 ming kam bor ha? Bularchi kimdan? 65 kattalar. 65 kattalar ya. Bolalarcha bu? 35 dan ha? Bu aralashaganda qizil, ko'zi qizil velkan quyon ham bor ekan-da, momoqlar. Nomer qoldirmaymizmi aka? Nomer qoldirmaymiz. Nomer qoldirmaymiz aka? Nomer qoldirmayapmiz. Quyon kam? Mayli aka bozorlashib bersin. O'rdak, g'ozlar kam tushgan. Mana shu g'ozni narxini bilib o'tgan. Nech pul deyapsiz bu g'ozni? Olasizmi? Videoga narxini bilib o'tgan. 300. 300? Erkakmi, makami? Erkak. Erkak-a? Sotildimi? 300 mingga sotildi mana shu erkak. Hayli bozorlar bo'lsin. 99lik. Aka azlashdi. Ayting xola. 445. 445 59.90. 59.90 mana shu yutuqimlar kerak bo'lsa pichoqchaga boraverasiz. Shaharga. Hayli xola.